Assalomu alaykum barchangizga. Bu murojaatlar O'zbekiston hamda boshqa mamlakatda kuzatib turgan siz aziz insonlarga bo'ladi. Murojaatim qanday? Bir akamiz boshlariga og'ir bir musibat tushib, boshlari hamda oyoqlaridan operatsiya qilganlar va yana ikkita operatsiya uchun bizdan yordam so'rab murojaat qilganlar. Siz azizlardan mana shu karta raqamlarga 1000 so'mmi, 2000, 3000, 4000 qancha bo'lsa, ya'ni 100 ming, 200 ming ko'ngildan chiqarib ehson qilishlaringizni iltimos qilgan bo'lardim. Ehsonning mukofoti faqat ehsondir. Alloh hammamizni boshimizdan omon qilsin. Alloh hammamizni o'z panohida asrasin. Assalomu alaykum, O'zbekiston ahli. Men Odam Xo'jayev Temshir. Yordam berganlaringiz, avval juda ishlab chiqardik, yordam berganlaringiz uchun hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Yana bir operatsiyam bor, yordam berishlaringizni iltimos so'rayman. Xo'jayev Temshir. Jamoat yasashni yordam bering. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin.